Assalomu alaykum muhtaram tomoshabinlar. Bugun biz sizlar bilan dunyo sivilizatsiyasi tariksida juda katta iz qoldirgan din, Hristiyanlik haqidagi darsimizni boshlaymiz. Ushbu 15 daqiqalik to'liq akademik darsimiz davomida biz dinning paydo bo'lishidan tortib, uning zamonaviy dunyodagi o'rnigacha bo'lgan yo'lini o'rganamiz. Hristiyanlik hozirgi kunda dunyodagi eng yirik din sanaladi. Uning izdoshlari soni bugungi kunda 2,5 milliarddan oshib ketgan. Bu insoniyatning katta qismidir. Ushbu din bundan roppa-rosa 2000 yil avval Isroil zaminida vujudga kelgan bo'lib, o'zining uzoq tarixi davomida ko'plab xalqlar madaniyatini shakllantirdi. Dinning ta'sirini biz bugun san'atda, huquq tizimida va dunyoqarashimizda ko'rishimiz mumkin. Darsimizning har bir daqiqasi ilmiy ma'lumotlar bilan boyitilgan. Darsimizda biz dinning tarixiy asoslari, muqaddas manbasi Bibliya, asosiy marosimlar va cherkovning yirik yo'nalishlari haqida o'ta batafsil so'z yuritamiz. Hristiyanlikning tarifi milodiy 1-asrning boshlarida o'sha davrdagi qudratli Rim imperiyasiga qarashli bo'lgan Falastin hududida boshlangan edi. Dinning poydevori va markazi bu Iso Masihdir. Hristiyan e'tiqodiga ko'ra, u butun insoniyatni gunohlardan qutqaruvchi ilohiy, najotkor sifatida dunyoga keladi. Iso milodiy 1-asrning ilk yillarida Isroilning shimoliy qismida joy hazirlangan Nosira deb ataladigan kichik bir shaharchada oddiy bir oilada tug'ilib, voyaga yetgan. Iso 30 yoshga yetganida Yahyo payg'ambar tomonidan muqaddas ayordan daryosida suvga cho'miltiriladi va mana shu voqeadan so'ng u o'zining va'zlarini boshlaydi. Uning ta'limotining negizi bu yagona sudoga ibodat qilish, kamtarlik, barcha insonlarni sevish va hatto dushmanni ham kechirish kabi axloqiy qoidalardir. Iso o'ziga sodiq bo'lgan 12 nafar shogirdni, ya'ni havoriylarni tanlab oladi. Ular Isoning ta'limotlarini dunyo bo'ylab yoyishda asosiy vazifani bajardilar. Havoriylar Isoning juda ko'p mo'jizalariga, jumladan bemorlarni shifolashi va ko'rlarning ko'zini ochishi kabi amallariga bevosita guvoh bo'lib, unga qattiq ishonganlar. Biroq Isoning tobora o'sib borayotgan ma'naviy obro'si Rim hukmdorlarini xavotirga sola boshladi. Milodiy 33-yilda u Quddus shahrida xochga mixlanadi. Ammo xristianlar e'tiqodiga ko'ra Iso vafotidan 3 kun o'tib tiriladi. Aynan mana shu tirilish voqeasi xristianlik dinining eng bosh falsafiy poydevoridir. Isoning osmonga ko'tarilishidan so'ng, uning havoriylari bu yangi ta'limotni butun Rim imperiyasi bo'ylab yoyish zafaran sayohatlarga kirishadilar. Pavlus esa butun imperiya bo'ylab masihiylikni yoyadi. Vaziyat milodiy 313-yilda imperator Konstantin Milan ediktini e'lon qilishi bilan o'zgardi va xristianlik imperiyada rasmiy ruxsat etilgan dinga aylandi. Nikey yig'ilishida qoidalar rasmiylashtirildi. Endi esa biz ushbu dinning asosiy muqaddas manbasi Bibliya haqida so'z yuritamiz. Bu kitob 2000 yil davomida shakllangan ulkan bir to'plamdir. U eski va yangi ahddan iboratdir. Bibliya 2 asosiy qismdan iborat. Birinchisi eski ahd bo'lib, u Yahudiylarning muqaddas matnlari va qadimiy payg'ambarlar tarixi bilan bog'liqdir. Unda olamning yaratilishi batafsil bayon etilgan. Ikkinchi qism esa yangi ahd deb ataladi. Unda Isoning hayoti, mo'jizalari, havoriylarning maktublari va bashoratli vahiy kitobi o'rin olgan. Bu dinning eng o'zak qismidir. U butun dunyo tillariga tarjima etilgan. Xristianlik e'tiqodining eng muhim tushunchalaridan biri bu muqaddas uchlik e'tiqodidir. Bu bir Xudoning 3 ta shaxsda mavjudligini anglatadi. Bu sirli bir birlikdir. Rossiya va boshqa joylarda tasvirlangan. Asosiy sirlardan biri suvga cho'mish, ya'ni baptizmdir. Bu marosim orqali inson gunohlardan poklanadi va ruhiy jihatdan qayta tug'iladi deb ishoniladi. Bu cherkovga kirish yo'lidir. Yevxaristiya ham muhimdir. Tarix davomida xristianlik bir necha tarmoqlarga bo'lindi. Eng kattasi katoliklik bo'lib, uning markazi muqaddas Vatikan shahrida joylashgan. Unga Rim papasi rahbarlik qiladi. Bu dunyodagi eng katta jamoadir. Ikkinchi yirik yo'nalish pravoslavlikdir.
U melodiya 1054-yildagi ajralishdan so'ng asosan Sharqiy Yevropa hududlarida rivojlandi va qadimiy liturgiyalarni saqladi. Saritada uning o'rni katta. Uchinchi yirik yo'nalish protestantlik bo'lib, 16-asrda Martin Luther boshlagan islohotlar natijasida paydo bo'ldi. Ular Bibliyani mustaqil o'qishga katta urg'u beradilar va erkin e'tiqod qilishadi. Xristianlik dunyo san'ati, musiqasi va me'morchiligiga ulkan hissa qo'shgan. Uyg'onish davri durdonalari, soborlar va cherkovlar aynan xristianlik mavzulari ta'sirida yaratilgan bo'lib, dunyoni bezab turibdi. O'zbekiston zaminida ham xristianlik qadimiy tarixga ega. Bugungi kunda yurtimizda barcha jamoalar tinch totuvlik va bag'rikenglik muhitida emin-erkin yashamoqdalar. Bu totuvlik o'zaro hamkorlik ramzidir. Endi biz darsimizning keyingi qismlarida xristianlikning fan rivojidagi o'rni va o'rta asrlardagi ijtimoiy jarayonlar haqida batafsil so'zlashamiz. Bu juda muhim mavzulardir. O'zbek tilida batafsil ma'lumot beramiz. Xristian cherkovi tarixda ilm-fan va falsafaning rivojlanishiga qanday ta'sir ko'rsatganini tahlil qilamiz. O'rta asrlardagi monastirlar nafaqat ibodat joylari, balki eng qadimiy kitoblar ko'chiriladigan va saqlanadigan o'ziga xos ilmiy markazlar edi. Rohiblar qadimiy qo'lyozmalarni, tibbiyotga oid asarlarni va astronomik kuzatishlarni asrab qolishgan. Shuningdek, dunyodagi birinchi universitetlar ham aynan cherkov homiyligida va uning qadriyatlari asosida tashkil etilgan. Bunga misol qilib milodiy 1100-yillarda tashkil etilgan Oxford universitetini keltirishimiz mumkin. Cambridge va Bologna universitetlari ham zamonaviy ilm-fanning shakllanishiga eng katta poydevor bo'ldi. Milodiy 16 va 17 asrlardagi ilmiy inqilob davrida ham ko'plab buyuk kashfiyotlar xristian olimlari tomonidan amalga oshirildi. Newton va Mendel buni ilohiy qonuniyat deb bilishgan. Aziz tomoshabinlar, biz bugun sizlar bilan roppa-rosa 15 daqiqa, ya'ni 900 soniya davomida xristianlik dinining ulkan tarixini, uning muqaddas manbalari, diniy marosimlari va uning jahon sivilizatsiyasiga ko'rsatgan ta'sirini ko'rib chiqdik. Biz shunga guvoh bo'ldikki, bu din nafaqat ma'naviy yo'l, balki insoniyat tarixini shakllantirgan eng qudratli madaniy kuchlardan biridir. U o'zining sevgi, kechirim va umid haqidagi go'yalari bilan millionlab insonlar qalbidan joy olgan. Bizning ushbu 15 daqiqalik akademik darsimiz sizga ushbu dinni ilmiy jihatdan solis va chuqur tushunishingizga yordam berdi degan umiddamiz. Biz kelgusida ham boshqa dinlar haqida suddi shunday batafsil videolar tayyorlashda davom etamiz. Bizning kanalimizga obuna bo'lishni va yangi videolarimizni kuzatib borishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling. Sayr.